Har xil pul ishlaydigan saytlar bor. Saytlar silkasini profilimda Telegram kanalim bor. O'sha yerga tashlab qo'yaman. Kirib obuna bo'lib qo'ysalaring, ko'rib, kuzatib borasizlar qanday qilib pul ishlasa bo'lishini ko'rib. Xullas shunaqa insonlar bor. Har xil saytlarga sarmoya kiritib pul ishlaydi. Go'xida yutadi, go'xida yutqazadi. Azartga kirib ketmaslik kerak. Shu 10 dollar, 20 dollar, 30 dollar shunaqa sarmoya kiritib, kam-kamdan ishlab, nima deydi? Kayfiga yutib, yutqazib pul ishlab yursa bo'ladi. O'sha saytlar silkasini tashlab qo'yganman. Endi bitta o'zim ishlab yuraman, 4-5 ta tanishlarim bilan ko'pchiliklar so'raydi. Sayt silkasini bering, bizlar ham ishlaylik deb. Bermasam xafa bo'ladi, qizg'anchiqlik qilyapti deydi. Bersam mabodoyi ko'rib yutqazib qo'ysa, bizlarni aldadi, yo'q bu yo'q deydi. O'shaning uchun 4-5 ta do'stlarim bilan ishlab yuraman doimiy necha yildan beri. Kimgadir shu narsa qiziq bo'lsa, kimlardir mana shunaqa saytlardan sarmoya kiritib pul ishlab yurgan bo'lsa, bemalol profilimga kirsalaring, Telegram kanalim bor. Obuna bo'lib qo'yib, har xil saytlardan sarmoya kiritib pul ishlashni o'rganib olishlaring mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.